Hey, qaynisining kelyapti. Tez tayyorgarliging qil. Qolgin. Voy bu ajapangdan kutib oldim-ku, moshina yetib. Buni ham kutib olaman-da. Ey, o'zbek qaynisinisi mamlaqa bo'ladi. Ajapanga 4 ta keladi, tushundingmi? Ko'ramiz-da. Qora qalpoq kelin hamma yoni yalab yulqab qo'yibdi-yu. Nimadandir ayb topaman. Uybi, ko'rtog'ilak deb aytib etmagan. Marojning sho'ngni yuqsaydi-ku. Assalomu alaykum. Voy, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Kel, yaxshi, urushib ketmaymiz. Farosatli bo'ling. Kamroq gapiring. Esli bo'ling. Men baribir shaylat terlab turavering-a? Ha, shaytanlar. Atak nechun? Baribir o'zimga bo'ysundiraman. Voy, mash kerak emas. Oyi, mashincha chuchvaragim kelyapti. Shu birga yig'ilamiz. San dedimi? Borib, maktabdagi sinfdoshlaringizni sandingiz. Hey, bular o'zi shunaqa sensiram gapiradi, itni ham, betni ham. Yig'ibdi, rasm kutday qo'y mendan. Jur birga so'ylashib qilamiz. Ha? Mamani oling-da, musorga o'zi bilan birga tashlab yuboring. Durustbay, yana aytganim. Nimasi durust? Bu meni qizim bo'lsa, siz kelinim bo'lsangiz. Bu o'zi oyda bir marta kelsa, buni qaynasi bilasizmi qanaqa juda yomon ish buyuradi. Buni qaynlardan Xudo saqlasin. Boring shu qiling. Baba. Men yordam beraymi? Voy, ona, anu singlim qani? Kenasini oldiga kirib ketdi. Voy, aktagonliga bo'layotgandir. To'xtagin. Seningga uy olib bersang bo'ladi-yu, aka bo'lib. Qayerdan olaman, ona? Mana Xon saroyini vatan loyihasidan olib bersang bo'ladi, boshlang'ich to'lov 30% ni to'lab. Keyin qolganini er-xotin to'lab yurishaveradi. Bo'ldi, olib beraman, men aktagonligini hal qilay. Kelin poshsha, siz qaynsingil nimaligini unchalik tushunmas ekansiz. Hozir men sizga tushuntirib qo'yaman. Qaynsingil degani любой payt er bilan xotinni urushtirib qo'yadi degani. Qaynsingil xohlasa, qaynona bilan kelin bir-biriga moshnaqa bo'lib qoladi degani. Qaynsingil xohlasa oila baxtli bo'ladi, xohlamasa oila baxtsiz bo'ladi. Bizda shunaqa. Kelin qalasi bizlarda. Bularda kelin degani ersi qiz degani, bular sizlarda kelin degani, mana yerda hozir shu vara qilyapsan degani. Daldalingda sharamas sen qizdan. Qora qalpoq kelin. Ha? Assalomu alaykum. Ha, qalaysan so'g'iz? Sansiramen, ro'zg'orli uchun narsalar olib kelgan. O'shalarni tashib boring. Yaxshi. Mama daldaling chiqazaman deganing uchun. Voy, qaynisinisi o'g'irlab ketgan kelin bo'ldi. Suluvi. Mashinam qani? Ha, kelin, dal maldal deb o'tdingiz. Hozir men sizdan go'rtiq tayyorlayman. Xotinimni urma. Siz o'zingiz qora qalpoq kelinni erkalatib borgansiz. Hey, o'zlaring bosdi. Sen G'ofur aka o'g'limiding? Sen kim o'g'lisan? Aytdim. Qaytdim. Qara mashina o'lish kerak. Bo'ldi. Bitta kelamiz bo'ldi. Bitta. Zahotim. Şimdi Sulu. İşte sakın ha. Ay, Depil etsen. qanyana o'da qizingni daldalini chiqaraman. Dal of yanım olma. Hasan gap kelmayapti, prosimi chubinisimi? Ay xotinim. Ay singlim. O'zi qayni singil bilan kelinning o'rtasiga tushgan mahmoq. Daldalini chiqaraman. Ayolga nima deyman? Nima bu? Qoraqalpoq tilida musrolg'ish deb aytiladi. Musrolg'ish. Buxoroda bu satil. Chile bu. Biri Qoraqalpoq kelin, biri Buxoro kelin. Ikkalasini ham tilini o'rganishim kerak. Sipsedi, jiroq, supurgi. Bu nima edi? Jelpigish. Shuncha paytdan beri qoraqalpoqcha emas, ingliz tilini o'rganganimda Alisdan 9 oladi. Ha, onash.
Bola xotin Buxorodan-da. Ha, u tomoqchani o'rgan-ku. Ha, simovim? Ova, ova. Qoraqalpoqchani ham o'rganib oldingmi? Yo, o'zi ikkita so'z bilaman. Ova bilan yo'qni bilaman. Chiroyli kiyib olsa, qaqqa ketyapti deb o'ylayman-da, yo'q deyman. Agar qo'lda kapkir bo'lsa, ovqat qilib bersa kerak deb ova deyman. Qani? Ichamiz shekilli. Ha, sen aytasanmi? Men aytaman, onajon Arkashmisanlar, choy quyib yubordim. Sharmanda. Yakras mehmon kelyapti ekan. Keyin? Qishloqdan tog'ang kelyapti ekan. Xonsaroyni muhabbat shahri loyihasidan boshlang'ich to'lab 15% to'lab qo'yapti. Yuvish kerak, yuvish kerak. Siz nima ovqat qilib berasiz? Buxorocha qayish. Sizchi? Men Qoraqalpoqcha gurtib qilaman. Unda men Toshkentcha 5 barmoq qilaman. Kakras 3 xil ovqat bo'ladi ekan. Gurtik tayyor. Qayish tayyor. 5 barmoq tayyor. Bugun xamirga bo'karkanmiz-da. Voy, uchalasi ham bir xilmi?